Noxin team. Sizlar bilan SND darslarini davom ettiramiz. Qaranglar. Endi supply demand zonalarini strukturniy yo'nalishini ko'rib chiqamiz. Qaysi holatda va sekin struktura bilan birga ishlab boramiz. Biz o'zi bilamiz, struktura qoidasi bo'yicha impuls korreksiya bo'lib davom etadi. To'g'rimi? Bu bizda impuls korreksiya bo'lib davom etadi. Xuddi shuni biz hozir struktura bilan birlashtiramiz. Bozor o'suvchi trendni nima qiladi? Korreksiya berib, ya'ni impuls bilan ko'tariladi. Korreksiya berib, ya'ni impuls bilan ko'tariladi. Sal to'g'riroq qilib olayman buni. Qorarang, normal ekan. Ko'tariladi. Bozor mana bitta impuls berdi, korreksiya beryapti. Uje bozor korreksiya berganda mana bunaqasi supply zona chizib, selga tushish xato hisoblanadi. Nega? Chunki bozor o'zi o'suvchi trendda. Bu bir maksimumlarimiz kuchli, minimumlarimiz kuchli, chunki har safar yengillab kelyapti. Bizda bullish order flow, ya'ni buqalani harakati bo'lyapti. Buqalani harakati bullish order flow. Biz shu orqali faqat bir tomonga ko'tarilib yo'limizni davom etamiz. Mana impuls korreksiya ko'tarilyapti. Har doim bozor demand zonadan ko'tarilib kelyapti. Bo'ldi. Shu holatda biz demand zonani o'zidan ko'tarilishimiz kerak. Bozor bir marta strukturni sindirib o'tdi. Biz mana maksimum va minimum ichida. Bozor shu diapazon ichidami? Bo'ldi. Ekstremga yoki o'rtada o'zi bloklar chiqadi. Men faqat hozir ekstremga chizganman. Blok chiziladi. O'sha blok kelgandan demand zonadan bay olib ketiladi. Bozor o'zi o'suvchi trend bo'lgani uchun, demand zonada reaksiya qilayotgani uchun, minimumlar kuchli bo'lgani uchun biz trendga to'g'ri bay chiqamiz. Ahamiyatdan supply zona chiqib selga tushish bu xato hisoblanadi. Ya'ni ham strukturaga teskari, order flowga teskari, to'g'ri likvidnesslarga qaramaymiz, prosta ko'ramiz. Xuddi shuni down trend bo'ladigan bo'lsa, ya'ni tushuvchi trendda nima bo'ladi? Bozorda har safar strukturni maksimumlarimiz kuchli, narxi mana tushirib kelyapti har safar. O'zidan oldin strukturani yengilayapti. Undan tashqari minimumlarimiz bizda kuchsiz, umumiy harakat bizda ayiqli harakati. Uje biz bu yoqda bozor bitta korreksiya berib, impuls bilan kelayotgan holatga biz demand zonani chizib bayga qarab chiqish sal xato bo'ladi. Nega? O'sha struktura bizga o'zi ko'rinib turibdi. Bu ikkalasi teoriyada, sal realroq grafikka qaraydigan bo'lsak, bozor nima qilyapti? Bozor mana bitta impulsdan chiqdi, korreksiya berdi, yana impuls bilan buzib o'tdi. Strukturni sindirdi bo'z. Kuchsizlik belgisi, kuchli minimum, kuchsiz maksimum. Bozor mana maksimum va minimum ichida. Bozor nima qilyapti? Korreksiya bo'lib tushib kelyapti. Korreksiyani volnoobrazniy tushib kelyapti. Ekstrem demand zonaga keldi. Bu yoqdan o'sha reaksiya olib tepaga qarab ko'tarilishni boshlab ketyapti. Va mana bu yo'ldagi ishlamagan supply zona narxga ta'sir qilib, baribir buzib ketdi. Chunki minimum kuchli, strukturni impuls, korreksiya impuls ketyapmiz. Shu tarzda davom etyapti. Xuddi shuni sell varianti ham. Bozor mana impuls, korreksiya bir marta sindirib o'tdi bozor. Bizani tasdiqlangan maksimum va tasdiqlangan minimum bozor shu diapazon ichida. Bozor bitta korreksiya obrazniy ko'tarildi va bozor yana impuls bilan ko'tarilib buzib, o'sha supply zonada reaksiya oldi. Chunki bizda umumiy harakat down trendda sell. Ya'ni umumiy harakat bilan biz adashtirishimiz kerak emas. Mana order flow, order block bilan chizayotgan paytda minimum maksimum topdikmi, bo'ldi. Shu diapazon ichida buy yoki sell olib qarab ishlab ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni o'zini ketma-ket qoidalariga qarab. Keyingisi uchta strukturani birlashtirib qaraydigan bo'lsak, qaranglar. Mana bozor o'zi tushib kelyapti. Mana impuls, korreksiya tushyapti. Mana bu minimumni sindirish uchun, ya'ni kuchsiz minimumni sindirayotgan paytda qanaqasi ozgina reaksiya bilan qaytib sindiryapti. Mana bu yerda o'zi flip bo'lgan, uni chizmayman, qaytib sindirdi. O'zi mana sindirib o'tgandan keyin bozor bizda mana bitta blok, ekstremalida bitta blok bor edi. Hali bu tarafga e'tibor bermang, faqat buni o'zi bor edi. Bozor yana strukturni sindirdi, tasdiqlangan maksimum, tasdiqlangan minimum. Bozor nima orqaga qaytganda birinchi supply zonani o'zidan o'sha orqaga reaksiya olib pastga qarab tushdi. Va biz umumiy harakat sell bo'lgani, minimumlar kuchsiz bo'lgani uchun biz mana bu supply zonani olib sellga olamiz. Xo'p, bozor yana tushdi, kichkina reaksiya olib bitta harakatlanadi. Endi bu yoqda pivotmi, rangemi, supply zona shakllandi, blok oldik. Bozor keldi, orqaga korreksiyasida o'sha mana birinchi o'sha supply zonani o'zidan tushib ketdi. Bozor yana orqaga qaytib, mana korreksiyadan impuls bilan buzib o'tdi, tasdiqlangan maksimum, tasdiqlangan minimum. Bozor oxirgi supply zonadan reaksiya olishni boshladi, ozgina reaksiya oldi, buzib o'tib ketdi. Va bu yoqda flip shakllantirdi, ya'ni buni keyin ko'ramiz. Shakllantirib nima qildi? Oxirgi maksimum buzdi. Ham bu bizda cho'ch bo'la oladi, strukturni sindirdi. E'tibor bergan bo'lsak, bizda ham ochiq kvadratiklar, ishlamagan supply zonalar bor edi, ishlamagan bloklar. Bozor shu trend o'zgargandan keyin bo'ldi, order flow o'zgardi uptrendga. Bizda endi minimumlar kuchli, maksimumlar kuchsiz.
Endi bozor nima qilyapti? Mana bu ishlamagan supply zonalar, ishlamagan bloklar biz narxga reaksiyasiga ta'sir qilyapti. Harakat qilyapti. Mana bozor bitta ko'tarildi, harakat narxga ta'sir qildi. Bozor mana orqaga qaytdi. Orqaga qaytganda bizda o'zi nima qaraymiz? Narxga to'g'ri moslashib, diskount zonalardan demand zona, ya'ni blok bayga chiqadigan bloklarni qaraymiz. Bozor bir marta yana strukturni sindirdi, bizdan tasdiqlangan maksimum va minimum. Mana bu narx qaytishi ham o'zidan oldin ishlamagan bloklar sababli bo'ladi. Orqaga qaytdi, trendga to'g'ri demand zonani olib, bum, ko'tarilib ketyapmiz. Xo'p, ya'ni bu videoda umumiy maqsad strukturni bu teoriya, bundan keyin yurg'izib ko'rsatilganda ancha tushunarli bo'ladi. Umumiy order flowga, umumiy strukturaga biz to'g'ri tushishimiz kerak. Qaysi holatdan ko'tarilyapmiz o'zi, qaysi holatdan biz tushib kelyapmiz o'zi, barchasiga qarab ishlasak, o'sha holatda bizning ishlash prinsipimiz ham hammasi osonroq bo'ladi. Ya'ni oddiy bir struktura arifmetikaga qolamiz, aytaylik mana swing strukturasida, mana buning ichida aytaylik mana IBOS ketyapti, mana yana IBOS, mana swing struktura maksimum, swing struktura minimum. O'zi swing strukturaga moslashib mana bu demand zonadan buy qaraymiz. Ichki strukturaga moslashib sell qarab kelamiz. Ya'ni любой strukturani tasdiqlangan minimum maksimum topdikmi, shu diapazonda bloklarni chizib, ishlaydi, ishlamaydi, o'sha qoidalarni chizib topib qaraladi. Bu bo'ldi. Buy yoki sell ochiladi. Xuddi shu tarzda ishlaydi. Bundan keyin o'sha yurg'izib ko'rsatamiz, batafsil tushunarliroq bo'ladi. Agar videoni tushunmayotgan bo'lsanglar, qayta ko'ringlar. Discordga o'tib savolinglarni beringlar.